Ba'zan insonni o'zgartiradigan voqea emas, yonidagi odam bo'ladi. Nasurboy boyning qahrini pasaytirib, yuragidagi toshlarni ko'chirishga urinayotgan bir ma'naviy ko'prik bo'lib turardi. U har doim sokin, har doim o'zini tutib turuvchi odam edi. Ammo bu kuni uning ovozida qandaydir iliqlik, qandaydir mehr bor edi. U boyning yelkasiga ohista qo'l qo'ydi va hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Bu uchta so'z boy uchun dunyodagi eng katta yengillik edi. Negaki u yillar davomida bu gaplarni eshitishga juda muhtoj bo'lgan, lekin hech kim aytmagan. Lekin shu yerda juda muhim bir soyali ma'no bor edi. Boy hali ham hammani kechirishga tayyor emas. U nazokat masalasida to'xtab qoldi. Ismi aytilgan zahoti uning yuzi o'zgardi. Lablari qattiq chizilgan chiziqqa aylandi. Ko'zlari esa yana o'sha olovli, g'azabli tus oldi. Demak, eng og'riqli nuqta hali bosilmagan. Demak, uning eng katta yarasi hanuz ochiq. Demak, u qanchalik tavbaga yaqinlashmasin, qalbining eng qora burchagida hali ham hisob-kitob tugamagan. Aynan shu tugamagan hisob keyingi qismlarda yana alangalanishi mumkin. Chunki odam umumiy gunohlarni kechirishi oson, lekin yuragini sindirgan bitta odamni kechirish eng qiyini. Ona mehridan mosuvo qolgan erkakning kechikkan pushaymoni bu qismning eng og'ir, eng og'riqli qatlamini berdi. Kechki ovqat stolida bir o'zi o'tirib, qarama-qarshidagi bo'sh joyga qarab turardi. U yerga ilgari kimlar o'tirishini eslardi. Xotini, qizi, kuyovi, nabiralari. Endi esa faqat sokinlik, faqat vilkalarning tarelkaga teggan ovozi. Yoshi ulg'aygach, yolg'izlikni his qilgan ota nihoyat umrining katta xatosini tan oldi. Yonidagi ayolning qadriga yetmadi. Bu oddiy hasrat emas, bu kechikkan uyg'onish edi. U ilgari tushunmagan haqiqatni qarilikda his qildi. Erkakning kuchi boyligida emas, kechasi ustiga ko'rpa yopib qo'yadigan mehrda ekan. Shu sahnalardagi og'riq juda tabiiy chiqdi, chunki u yerda baland dramatizm yo'q edi. Aksincha, bo'shab qolgan uy, yemay qolingan ovqat, gaplashishga odam topolmaslik bor edi. U kechki payt qo'ng'iroq qilib qiziga "Nahotki bir kelib ketmaysiz" deganida ovozi titrab ketdi. Qizi buni sezdi, lekin indamadi. U ham ichida juda qiynalardi. Mana shu mayda tafsilotlar uning ichki qulashini yanada ishonarli qildi. Bu qahramonning ko'zida endi kibr emas, kech qolgan idrok bor edi. Va eng qiziq tomoni, u qiziga ham erkinlik berdi, ham unga tayanishga majbur bo'ldi. Bu esa oiladagi eski kuch muvozanati o'zgarganini bildiradi. Qizning otasiga qaytishi ham faqat mehr emas, vijdon bilan muhabbat o'rtasidagi azobli tortishuv edi. U oilasini tanladi, lekin otasini yolg'iz qoldirgani uchun o'zini kechira olmayapti. Uning ko'zlari har safar otasining uyiga kelganida yoshga to'lib ketardi. U otasining sochlari oqarganini, yurishi sekinlashganini, bo'yi kichrayganini ko'rib, ichida nimadir yorilib ketardi. Aynan shu ichki ayb hissi keyingi qismlarda uni yanada nozik, yanada boshqariladigan qahramonga aylantirishi mumkin. Chunki vijdon qiynagan odam ko'pincha o'z manfaatiga qarshi qaror qiladi. Otaning kuyovga nisbatan bir oz yumshashi esa juda katta burilish edi. Avvaliga qiz eri bilan kelganida u yuzini boshqa tomonga burardi. Ammo bu gal qizning qorni kattalashganini, charchab kelganini ko'rgach, qandaydir mayillik paydo bo'ldi ko'zlarida. "O'tir, charchagandirsan", dedi ohista. Bu gaplar uning og'zidan chiqishi bilanoq xonada bir zum jimlik hukm surdi. Hamma bu yumshoqlikka ishona olmadi. U hali yarashishga tayyor emas edi, lekin avvalgidek ko'r-ko'rona rad ham qilmayapti. Bu kelajakdagi yaqinlashuvning birinchi soyasi edi. Ayniqsa 3-nabira haqida eslatilgani tasodif emas. "Ismi nima bo'ladi?" deb so'radi otasi va qizning qorniga iliq nigoh bilan qaradi. Bu nigohda yillar davomida ko'rmagan mehr bor edi. Yangi tug'ilajak farzand ko'pincha buzilgan rishtalarni qayta bog'lash uchun dramatik vosita bo'ladi. Menimcha kelasi qismlarda aynan shu chaqaloq oiladagi muzlarni eritadigan markaziy sababga aylanadi. Lekin bu yarashuv oson bo'lmaydi. Avval ota o'zini o'zi kechirish kerakligini aytdi. Bu juda muhim. Demak, uning tashqi adovati ortida aslida ichki nafrat yotibdi. Inson o'zini kechirmaguncha boshqani quchoqlay olmaydi.
yana bir qatlam bor edi. Yoshi katta onaning yiqilishi va suyak yemirilishi haqidagi xabar. Kasalxona koridorida uzoq kutish, shifokorning jiddiy chehrasi, so'ngra kelgan og'ir xabar. Bu oddiy tibbiy muammo sifatida ko'rsatilgani bilan aslida u butun oilaning tayanchi, qanchalik mo'rtlashganini bildirib turardi. Shu ona hali uy ichidagi og'irlikni ko'tarib turgan ustunlardan biri edi. Uning yotib qolish ehtimoli faqat jismoniy xavf emas, bu uy ichidagi yashirin rollarning ham ag'darilishi demak. Kim qaraydi, kim tashvish oladi, kim chin farzand ekanini ko'rsatadi. Bularning hammasi endi sinovga kiradi. Onaning kasalxonada yotgan paytdagi ko'zlari juda yumshoq, juda qo'rqoq edi. U nazokat masalasida to'xtab qoldi. Ismi aytilgan zahoti uning yuzi o'zgardi. Lablari qattiq chizilgan chiziqqa aylandi. Ko'zlari esa yana o'sha olovli, g'azabli tus oldi. Demak, eng og'riqli nuqta hali bosilmagan. Demak, uning eng katta yarasi hanuz ochiq. Demak, u qanchalik tavbaga yaqinlashmasin, qalbining eng qora burchagida hali ham hisob-kitob tugamagan. Aynan shu tugamagan hisob keyingi qismlarda yana alangalanishi mumkin. Chunki odam umumiy gunohlarni kechirishi oson, lekin yuragini sindirgan bitta odamni kechirish eng qiyini. Ona mehridan mosuvo qolgan erkakning kechikkan pushaymoni bu qismning eng og'ir, eng og'riqli qatlamini berdi. Kechki ovqat stolida bir o'zi o'tirib qarama-qarshidagi bo'sh joyga qarab turardi. U yerga ilgari kimlar o'tirishini eslardi. Xotini, qizi, kuyovi, nabiralari. Endi esa faqat sokinlik, faqat vilkalarning tarelkaga teggan ovozi. Yoshi ulg'aygach, yolg'izlikni his qilgan ota nihoyat umrining katta xatosini tan oldi. Yonidagi ayolning qadriga yetmadi. Bu oddiy hasrat emas, bu kechikkan uyg'onish edi. U ilgari tushunmagan haqiqatni qarilikda his qildi. Erkakning kuchi boyligida emas, kechasi ustiga ko'rpa yopib qo'yadigan mehrda ekan. Shu sahnalardagi og'riq juda tabiiy chiqdi. Chunki u yerda baland dramatizm yo'q edi. Aksincha, bo'shab qolgan uy, yemay qolingan ovqat, gaplashishga odam topolmaslik bor edi. U kechki payt qo'ng'iroq qilib qiziga "Nahotki bir kelib ketmaysiz" deganida ovozi titrab ketdi. Qizi buni sezdi, lekin indamadi. U ham ichida juda qiynalardi. Mana shu mayda tafsilotlar uning ichki qulashini yanada ishonarli qildi. Bu qahramonning ko'zida endi kibr emas, kech qolgan idrok bor edi. Va eng qiziq tomoni, u qiziga ham erkinlik berdi, ham unga tayanishga majbur bo'ldi. Bu esa oiladagi eski kuch muvozanati o'zgarganini bildiradi. Qizning otasiga qaytish ham faqat mehr emas, vijdon bilan muhabbat o'rtasidagi azobli tortishuv edi. U oilasini tanladi, lekin otasini yolg'iz qoldirgani uchun o'zini kechira olmayapti. Uning ko'zlari har safar otasining uyiga kelganida yoshga to'lib ketardi. U otasining sochlari oqarganini, yurishi sekinlashganini, bo'yi kichrayganini ko'rib, ichida nimadir yorilib ketardi. Aynan shu ichki ayb hissi keyingi qismlarda uni yanada nozik, yanada boshqariladigan qahramonga aylantirishi mumkin. Chunki vijdon qiynagan odam ko'pincha o'z manfaatiga qarshi qaror qiladi. Otaning kuyovga nisbatan biroz yumshashi esa juda katta burilish edi. Avvaliga qiz eri bilan kelganida u yuzini boshqa tomonga burardi. Ammo bu gal qizning qorni kattalashganini, charchab kelganini ko'rgach, qandaydir mayinlik paydo bo'ldi ko'zlarida. "O'tir, charchagandirsan", dedi ohista. Bu gaplar uning og'zidan chiqishi bilanoq xonada bir zum jimlik hukm surdi. Hamma bu yumshoqlikka ishona olmadi. U hali yarashishga tayyor emas edi, lekin avvalgidek ko'r-ko'rona rad ham qilmayapti. Bu kelajakdagi yaqinlashuvning birinchi soyasi edi. Ayniqsa 3-nabira haqida eslatilgani tasodif emas. "Ismi nima bo'ladi?" deb so'radi otasi va qizning qorniga iliq nigoh bilan qaradi. Bu nigohda yillar davomida ko'rmagan mehr bor edi. Yangi tug'ilajak farzand ko'pincha buzilgan rishtalarni qayta bog'lash uchun dramatik vosita bo'ladi. Menimcha kelasi qismlarda aynan shu chaqaloq oiladagi muzlarni eritadigan markaziy sababga aylanadi. Lekin bu yarashuv oson bo'lmaydi. Avval ota o'zini o'zi kechirish kerakligini aytdi. Bu juda muhim. Demak, uning tashqi adovati ortida aslida ichki nafrat yotibdi. Inson o'zini kechirmaguncha boshqani quchoqlay olmaydi. Yana bir qatlam bor edi. Yoshi katta onaning yiqilishi va suyak yemirilishi haqidagi xabar.
Kasalxona koridorida uzoq kutish, shifokorning jiddiy chehrasi, so'ngra kelgan og'ir xabar. Bu oddiy tibbiy muammo sifatida ko'rsatilgani bilan aslida u butun oilaning tayanchi qanchalik mo'rtlashganini bildirib turardi. Shu ona hali uy ichidagi og'irlikni ko'tarib turgan ustunlardan biri edi. Uning yotib qolish ehtimoli faqat jismoniy xavf emas, bu uy ichidagi yashirin rollarning ham ag'darilishi demak. Kim qaraydi, kim tashvish oladi, kim chin farzand ekanini ko'rsatadi. Bularning hammasi endi sinovga kiradi. Onaning kasalxonada yotgan paytdagi ko'zlari juda yumshoq, juda qo'rqoq edi. "Bolalarim, sizlarga og'irlik bo'lib qolmadim?" deb so'radi titroq ovozda. Uning qo'llari choyshapni mahkam ushlagan, lekin hech kimga yopishib ololmayotgandek edi. Onaning puldan cho'chishi, o'zini ortiqcha yukdek his qilishi, bolaga duo qilib turib ham ichida qo'rquv yashirishi juda og'ir ruhiy holatni ochdi. Eng achinarlisi, u mehrga muhtoj paytda ham o'zini muammo deb ko'rmoqda. U qizining qo'lini ushlab, "Ket bolam, ket. Bu yerda nima qilib yotibsan? O'z ishing bilan bo'l", dedi. Lekin qiz qo'li bo'shatmadi. Barmoqlarini onasining barmoqlari orasiga qo'yib, "Men sizni qoldirmayman, onajon", dedi. Shu so'zlarni eshitib, onaning ko'zidan yosh oqib tushdi. Bu oilalarda ko'p uchraydigan, lekin serial juda og'riqli ushlagan nuqta edi.